Hozir biz senli probkani olib tashlaymiz. Mana. Murojaat qilganda quloq eshitmasligi, quloqda og'riq borligi, shovqin borligi bilan murojaat qilgan. Biz otoskop yo'lida ko'rganimizda quloq yo'lida sterni probka deydi, oltin gugurt borligi aniqlandi. Hozir biz sterni probkani olib tashlaymiz, oltin gugurtni olib tashlaymiz. Nog'ora pardani ko'rganimiz yo'q. Hozir keyin nog'ora pardani ko'rib, u qay ahvoldaligini bilib, unga qarab natijani beramiz. Mana hozir yuyapmiz endi. Qo'rqmang. Mana chiqqan narsasi. Mana. Ko'ryapsizmi? Mana. Bu oltin gugurt deydi bizning tilimizda, serni probka deydi buni. Bu oltin gugurt degani serni probka deydi o'zimizda quloqni yo'lida ko'pchilik odamlarda gipersekresiya deydi, ko'p ishlab chiqarish deydi. Mana qancha chiqdi mana. Shuni hisobiga eshitmay qoladi, og'riq paydo bo'ladi, quloqda shovqin paydo bo'ladi. Majbur bo'ladi bemorlar bizga murojaat qilishga.